Sen nimaga masjidda o'tiribsan? Sen bilmadingmi osmondan tilladan kumushdan bo'lgan bulutlar kelib boshingga yog'ilib qolmaydi, ishingni qilmaysanmi dedi. Uyini eshigini tagidan bu hali qishloqda shu ahvol. Axlatlarni yig'ishtirib olib ketyapti. Ozginaylik puli bor odam bo'lsa, hamma xizmatini qilib beryapti, keyin o'zi kasal bo'lib qolyapti. Nimaga? Harakat yo'q. Kim aytdi bu gap desa, bir doktor aytibdi deydi. O'sha doktorni o'zi doktor bo'lish uchun 8 soat uxlamagan deydi. Yalqov uxlayversa, harakatini qilmasa, umri o'taveradi. Vaqt ketaveradi. Va nihoyasida orqaga qarasa hech narsa qilmagan bo'lib chiqadi. Men 34 ga kiribman. 40 ga kirgan bor, 50 ga kirgan bor, 60 ga kirgan bor. Men o'zimni vaqtimni aytsam, 34 ga kirgan bu katta yosh, 34 yosh. Lekin orqani qarasangiz 34 sekund ham yo'q. Mana biz hozir bu yerda namoz o'qiyapmiz. Sekin yonboshlab ketadi. Uyga borib yotib oladi. Yalqov odam kulgilikda endi bu. Tegib ketmasin anjamga odamga. Yalqov odamning alomatlaridan biri hozirgi ishlarini emas, avvalgi ishlarini maqtanib yurar ekan. Undan keyingisi yalqov odam 3ta 4tasini chaqirib olib gapchi bo'ladigan. Ko'p gapirayotgan odam yalqov bo'ladigan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yalqovlik haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir duolar bor ekan. Avval mana shu duoni 2-3 marta takrorlab olsak-da hayotimizda bizga foyda bo'lishligi uchun, keyin yalqovlik haqida hozir men bir jamoatga ozgina tushuntirishlikka harakat qilaman. Hozir hadisda o'qiymiz, ham hadis ham duo ekan birodarlar, hammamiz o'qib takrorlasak esda qoladi inshaalloh. An Anas ibn Malik qala kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallama yaqulu. Ana endi shu yerdan duosi boshlanadi. Allohumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udhu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Rawahu Buxoriy va Muslim. Demak, Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadis. Hozir tarjimasini aytib beramiz, undan keyin tushuntiramiz inshaalloh. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytardilar deyaptilar. Allohumma inni a'udhu bika. Bu masalan ko'p yerlarda, masalan hojatxonaga ketayotganda ham Allohumma inni a'udhuka minal khubuthi wal khaba'is deb duo o'qiymiz. Allohumma degani ya Alloh degan arabcha ikkinchisi. Bizi tilga tarjimasi ey Robbim, ey Alloh taolo degan. Ey Allohim degan. Inni a'udhu bika degani men panoh tilayman. Juda ham ko'p duolar shunday qilib boshlangan. Allohumma inni a'udhu bika. Ya'ni Allohumma robbana atina fid dunya deb o'qiladigan duolar ham bor. Allohumma robban nas azhibil bas, ya'ni juda ham ko'p. Allohumma antas salam va minkas salam deb namozdan keyin ham o'qiysizlar. Allohumma deganni tarjimasi birodarlar, yo Alloh degan. Ey Allohim degan. Inni a'udhu bika minal ajzi. Ey Robbim, men ojizlikdan panoh tilayman deyapsiz. A'udhu bika minal ajzi degani men ojizlikdan panoh tilayman. Bandasiga muhtoj qilmasin. Val kasali, bizda kasal desa og'riyotgan odam tushuniladi. Arab tilidan kasal degan so'zni tarjimasi yalqov degan. Bugungi mavzuyimiz ham shu o'zi inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam yalqovlikdan panoh tilayaptilar. Val jubni, qo'rqoqlikdan. Biz qo'rqoqlikdan panoh tilash u yoqda tursin. Shu men shu fe'lim borda sharhlab o'ryapman, yana tarjimasini aytib olayim. Allohumma inni a'udhu bika minal ajzi. Ey Robbim, men sendan ojizlikdan panoh tilayman. Val kasali, yalqovlikdan panoh tilayman. Val jubni, qo'rqoqlikdan panoh tilayman. Val harami, o'ta qattiq qarib ketishlikdan. Endi 250 ga kirsa ham o'lish kerak baribir. Val bukhli,
baxillikdan panoh tilayman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. So'ngra va a'udhu bika min azabil qabri, ey Robbim qabrdan o'sha joyda azob bo'lib qolishligidan panoh tilayman. Va min fitnatil mahya wal mamat, tiriklik fitnalaridan u o'lgandan keyingi fitnalardan hozir bo'lyapti mana shu narsalardan panoh tilayman deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lsalar ham panoh tilayaptilar. Hozir bu hadis sharhlayman desangiz ko'p vaqt ketadi. Ammo bitta joyini tushuntiramiz. Yalqovlik, birodarlar. Yalqovlik masalasi eng yomon masala. Eng yomon masala va munofiqlar sifati. Munofiq odamning sifati yalqov bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda auzu billahi minash shaytonir rojim iza qamu ila as-salati qamu kusala yurauna nas, munofiq odamlar namoz o'qimoqchi bo'lsalar yalqov bo'ladilar deyapti. Va la yazkurunalloha illa qalila, Allohni bular juda ham kam zikr qiladi deyapti. Munofiqlik sifati alomati har birimizda ham bo'lib qolishi mumkin. Alloh saqlasin. Hattoki Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu men munofiq emasmanmi degani kuchi yetgan ekan. Hozir bitta ham odamga sizda munofiqlik alomati bor ekan desangiz, nima deyapsan deb yuboradi-da. Umar aytayapti, Umar birodarlar, menda munofiqlik bormi yo'qmi deb borib so'ragan. Amini hadihil umma deydi, mana bu ummatning omonatgo'yidan borib so'ragan. Demak, bugungi mavzuyimiz yalqovlik haqida. İnsonni tabiatida yalqovlik bo'ladi, birodarlar. İnsonni tabiatida yalqovlik bo'ladi. Lekin bizi dinimiz mana shu yalqovlikni g'alaba qilishga buyuradi. Masalan, bomdod namozi. Bomdod namozi eng shirin uyqu bo'layotgan paytda bo'ladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, inna ahadakum iza amma yoki va huwa naimun, shayton kelib sizlardan kim uxlayotgan bo'lsa 3 joyiga tugunlarni tugat dedi. Tugun deydi, bunday bog'lab qo'yishlik. Yadribu kullu uqdatin alayka laylun tawil farqud. Ey falonchi, mazza qilib uxlaring, hali tun uzoq deydi ekan. Bu endi bomdodda aytadi bu gapini. Bu gapini bomdodda aytadi. Fa in istayqaza fa zakaralloha. O'sha banda o'rnidan tursa, yalqovlik qilmasdan, yalqovlik mavzusiga nimaga bomdod hadis aytilyapti desa, yalqovmaslar o'qiydi bomdod. Istayqaza fa zakaralloh. O'rnidan tursa-yu, Alloh taolani zikr qiladigan bo'lsa, in hallat uqdatun, birinchi tugilgan narsasi tugun yechiladi. Fa in tawadda in hallat uqdatun ukhra. O'sha banda masalan turganda alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana, bizni o'likdan qayta tirik qilgan Allohga hamdlar bo'lsin desa, birinchi tugun ketdi. So'ngra tahorat qiladigan bo'lsa, ikkinchi tuguni ketdi. Fa in salla in hallat uqdatun ukhra. Bomdod namozini o'qiydigan bo'lsa, keyingi tugunlari ketadi. Shu yalqovlikning tugunlari, birodarlar, yalqovlikni ikkinchi ma'nosi barakani berkitib qo'yadigan narsalar deb tushunsak ham bo'lar. Barakani berkitib qo'yadigan narsalar. Fa asbaha nashitan tayyiban nafsi, o'rnidan turgan paytda nashitan degani dadil bo'lib turadi deyapti. Nashid degan so'zdan chamcha biz tilda ham ishlatishardi. Tayyiban nafs degani kayfiyati yaxshi bo'lib turadi ekan. Kayfiyati yaxshi bo'lib yuradi keyin kunduzman. Bomdod o'qimagan odam ana endi soat 9 bo'ldi, 10 bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi deydi, hamma narsasidan kech qoladi. Ertamanda o'zini Robbisiman uchrashuv qilmagan, Allohman uchrashmagan bandani ahvoli shu bo'ladi. Nimaga bizni avvalgi eskilarimiz, oqsoqollarimiz ertamanda turgin deb qayta-qayta o'yg'atadi yoki targ'ib qiladi desa, ulamolarning so'zi bor, birodarlar. Bomdodda baraka tarqaydi. Bomdod vaqtida baraka tarqaydi. Keyin bomdodda havo ham toza bo'ladi-da. Va subhi ida tanaffas deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Bomdod nafas olganda, nimaga bomdodda havo toza bo'ladi desa, munofiqlar uyda nafas olib turadi ekan, mo'minlar ko'chalarda yurishadi. O'shaning uchun birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, qaysi inson uyquga ketgandan so'ng shayton quloqiga keladi-da, 3 tugunlarni tugadi hamda uxlagin, senga uzun uyqu bor deydi. Turgandan so'ng Allohni zikr qilsa birinchisi, tahorat qilsa ikkinchisi, bomdodda o'qiydigan bo'lsa,
uchinchi chugunlari yechadi. Nashitan degani dadil, nima deydi, hali yalqov emas holatda tayyiban nafs degani o'z nafsida inson 2 yil tong ottiradi. Mayli biz mavzuyimizga aloqasi yo'q ekan, lekin shuni ichida aytib ketamiz. 2 yil tong ottiradi birodarlar. Hammanglarda bo'ladi shu narsa. Har kuni bo'ladi. Yoki ba'zi paytda turganingizda nasriyana zo'r bo'ladi, kayfiyat. Yoki ba'zi paytda tursangiz yurak siqilib turgan bo'ladi. Yomon tush ko'rganmi yo nima bo'lganmi yaxshi eslaydi, eslay olmaydi. Ertalab tursa kayfiyat buzilgan. Hech narsa yoqmaydi. Ba'zan ertalab tursa hamma narsa yoqadi. Ana bu hadisga ko'ra, demak qaysi bir inson ertalab turganda tahorat, Allohni zikr qilsa, tahorat qilsa, bomdod o'qisa, tayyiban nafs deyapti. Mana shu insonning nafsi pok bo'lgan holda uyg'onadi. Yalqovlikning masalasi. La xayra. Arablar ulamolarimiz aytishadiki, yalqovlikni boshi ham, o'rtasi ham, oxiri ham turgan butgani yalqovlik yomon narsa. Umar roziyallohu anhu masjidga kirib o'tirgan odamga aytgan, "Sen nima masjidda o'tiribsan?" dedi. Namoz vaqtida ham o'tiradi ekan, namozdan so'ng ham o'tiraveradi. E'tikof bor, o'tirishlik bor, u boshqa masala. Lekin bekorchilikdan o'tirganda sen nimaga masjidda o'tiribsan? Sen bilmadingmi osmondan tilladan, kumushdan bo'lgan bulutlar kelib boshingga yog'ilib qolmaydi, ishingni qilmaysanmi dedi. Kasb hunar qilmaysanmi? Harakatingni qilmaysanmi dedi. Ana o'sha narsa bizni dinimizda odamlarni harakat qilishlikka buyuradi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari qornlari och qolgan vaqtlarida qorniga tosh baylab turib masjid qurilishida yoki Handak g'azotida xizmatini qilishavergan. Yaxshilab qarasak, payg'ambarimiz ikkita toshni baylab olib dedi. Qarang, hozirgi odamlarda birodarlar, hozirgi odamlarda yalqovlik eng tarqagan zamonda yashayapmiz. Eng yalqovlik tarqagan zamonda yashayapmiz. Siz tarixda eslab ko'ring-da. Birovga birov ovqat qilib bergan emas tarixda. Hozir bir joylarda ovqatni qilib, telefon qilsangiz uyingizga olib kelib beryapti. Og'zingizga sap qo'ymayapti xolos. Uyini eshigini tagidan, bu hali qishloqda shu ahvol. Axlatlarni yig'ishtirib olib ketyapti. Ozgina puli bor odam bo'lsa, hamma xizmatini qilib beryapti, keyin o'zi kasal bo'lib qolyapti. Nimaga? Harakat yo'q. Odamlarda harakat yo'q. Mo'min, musulmon odam umuman yalqov bo'lmash kerak. Chunki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda Allohumma inni a'uzu bika, qarang, hadisga e'tibor bergan bo'lsanglar, qabr azobidan qanday panoh tilasa, yalqovlikdan shunday panoh tilayaptilar. Xuddiki bu yalqovlikni qabr azobiga tenglashtirib qo'yaptilar. Keyin ancha-muncha odam aytmasin-da, men harakat qilmadim. Harakat qilsak ham Xudo bermayapti deb, kazzob bo'ladi bunaqa odam. Harakatini qilsin, keyin bermasa taqdirimda shu ekan desin. Ammo harakatini ham qilmasa, undan keyin yana bo'lmayapti deb o'tirayotgan bo'lsa, dinimizni ayni teskarisi. Bizni dinimizni ayni teskarisi. Islom dinida yalqovlikdan to'liq qaytarilgan. Yalqovlik bizni dinimizda mumkin emas birodarlar. Bir tasa aytarmish. Nima deydi? 8 soat uxlash kerak ekan bir kunda. Kim aytdi bu gap desa, bir doktor aytibdi deydi. O'sha doktorni o'zi doktor bo'lish uchun 8 soat uxlamagan deydi. U doktor tabib bo'lib yetish uchun o'zi o'qigan. Uyqusidan kechib, ana endi kelib 8 soat uxlash kerak deydi. Bizning odamlarimizda shunday tabiat bor birodarlar. Ertalab choy o'zini vaqtida bo'lish kerak, tushlik o'zini vaqtida abed bo'lish kerak, kechqurun yana o'z o'rnida bo'lish kerak, yana do'stlarman, yana u yerda, yana samovarda, yana boshqa narsalar. Shu narsani biz norma deb bilamiz. Norma unday bo'lmaydi. Qachon normadan chiqib ketilgan bo'lsa, keyin norma bo'ladi ba'zi paytda. Ancha-muncha och qolib ketsak hech gap bo'lmaydi. Mana hozir biz normadan chiqib ketdik. Misol uchun bir tushunyapsizlarmi? Normadan chiqib ketganimizni misoli, kunduz abed qilmayapmiz. O'shuning uchun normalligimiz biz. Abed qilmaganimiz sababi ro'zadorimizda yalqovlikni chekiga surib qo'ydik. Xufton namozini o'qishimiz norma edi. Undan tashqarisini qo'shib 20 rakat o'qishligimiz bu nafil sunnat. Shuni o'qiganimiz uchun yalqov emasmiz birodarlar. Masalan, ba'zi bir odam jamoatga namozga borishlik uchun o'qimasdan uyda o'qib oladi. Xohlagan doktordan borib so'rang. Ertalabda men masjidga 500 metr qadamga piyoda bosib kelaman. Shu foydaligimi, zararligimi deb musulmon emas doktordan so'rang-da. Masjid demang. 500 metrga boraman, kelaman, har kuni kun chiqmasdan turib deng, shu ishing eng to'g'ri deb aytadi. Bizi dinimizda
mo'min musulmon odamni salomatligi uchun ham hamma narsani sharoit qilib qo'yilgan. Faqat biz musulmonlarning xatosi, siz bilan meni xatoyim, mana shu narsani nima qilmaymiz? Qadr qimmatiga yetmaymiz. Qadriga yetmaymiz, birodarlar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, mana hammanglar aytinglar. Va har kuni ertalab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam panoh tilar ekanlar. Ey Robbim, men yolqovlikdan panoh tilayman deb. Ba'zi paytda 4 soat, 3 soat uxlashga to'g'ri kelib qoladi. Hijolat bo'lmang. Qaysi odam o'sha hamma narsani normaga solib qo'yishim kerak, obed vaqtida bo'lsin, ertalab vaqtida bo'lsin, uyqum 8 soat bo'lsin, unday bo'lsin, bunday bo'lsin deyotgan bo'lsa, o'sha odam borib kuzatinglar, hayotda bir yaxshilik, bunday tartib, intizom yo'q. Chunki u ovqatni normaga soldi, uyquni normaga soldi, qolgan narsani normaga solmadi. Ba'zi paytda oshiqcha ishlar qilish kerak bo'ladi. Ba'zi paytda kamroq uxlash kerak bo'ladi. Ana o'sha odam aldiga qarab yuradi. Yalqovlik masalasi ko'tarilganda, birodarlar, doimo vaqt masalasi qo'shib aytiladi. Yalqov uxlayversa, harakatini qilmasa, umri o'taveradi. Vaqt ketaveradi. Va nihoyatda orqaga qarasa hech narsa qilmagan bo'lib chiqadi. Mana hozir hammamiz o'zimiz vaqtimizni qaraylik. Men 34 ga kiribman. 40 ga kirgan bor, 50 ga kirgan bor, 60 ga kirgan bor. Men o'zimni vaqtimni aytsam, 34 ga kirgan bu katta yosh, 34 yosh. Lekin orqani qarasangiz 34 sekund ham yo'q. Ertaga 80 ga kirish kerak bo'lsa, 80 ga kirganimdan keyin ham xuddi shu ahvolda bo'laman. Sizlarda ham xuddi shunday, birodarlar. Vaqt masalasi biron rahim qilmaydi. Vaqt hech kimni kechirmaydi, vaqt hech qachon to'xtamaydi. Qiyomat kunida qayta keladi, esingdami ana u kun bekor o'tkazib yuborgansan. Undan keyingi kun yalqovlikni o'tkazib yuborgansan deb qiyomat kunida qaytadan bir marta keladi ekan. Shuning uchun birodarlar, vaqtlarimizni qadriga yetaylik. Bir arab she'ri bor ekan. Iza kana yu'zika harrul masifi wa ba'sul wa yabsul kharifi wa bardu shita wa yulhiki husnu zamanir rabi'i fa akhudhuka lil ilmi kulli mata. She'r qilib tarjima qilganim meni kuchim yetmaydi-yu, o'zini tarjima qilib beraman. Ba'zi bir odamlar bor deydi she'rda. Kuzda endi kuz kelib qoldi, nima qilardik deydi. Qishda hamma narsa sovib ketdi deydi. Bahorda juda chiroyli ekan deydi. Yozda hamma narsa isib ketdi deydi. Ey yalqov, 4 faslni o'tkizding. Sen qaysi faslda xizmat qilasan, yo qaysi faslda seni yalqovliging tugaydi? Kulli mata deyap. Ayt sen menga, bahorda harakat qilmasang, yozda harakat qilmasang, kuzda harakat qilmasang, bu ilm haqida kelgan aslida fa akhudhuka lil ilmi kulli mata. Bahor, yoz, kuz, qishligi senga bahona bo'lsa, sen bir aytmaysanmi qachon ilm olasan yoki qachon harakat qilasan deb. Yalqovlikdan panoh tilaylik, birodarlar. Yalqovlikdan panoh tilaylik. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yalqovlikdan panoh tilagan ekan. Mana biz hozir bu yerda namoz o'qiyapmiz. Sekin yonboshlab ketadi. Uyga borib yotib oladi. O'tirib oladi. Kimdir 2 rakat o'qidi, kimdir 4 rakat o'qidi, kimdir 20 rakat o'qidi. Qaysi birining savob balandroq bo'ladi? Buni hammamiz bilamiz. Lekin yalqovlik shunday qilib bizni orqaga qarab tortib ketaveradigan. Yalqov odamda alomatlar bor ekan. 3tasini aytib beray, birodarlar. Yalqovning alomatlari. Yalqov odam kulgilikda endi bu. Tegib ketmasin anjamji odamga. Men kitobdagini aytaman, o'zimga aytayapman deb turayman. Men o'zimga aytayapman. Arablarda shunday zo'r masala qilishadi. Aqulu qawli hada. Astagfirulloh li va lakum deydi. Men bu gaplarni men o'zim uchun aytayapman. Avval o'zim Xudo kechirsin, sizlar ham kechirsin deb qo'yaman. Yalqov odamning sifatlaridan biri, biz yoshligimizda bunday edik, mana paytda bunday edik, ana paytda bunday edik degan odam o'zi yalqov hisoblanadi ekan. Biroyarim shunaqaligini eshitib qolsanglar, yalqovsan ekan deb aytmay, ichingizdan bilib qo'yavering. Men avval shunday edim, hozir ham shunday bo'l. Yo'q, hozir avvalgi ishimga kuchim yetmayapti desa, hozir yangi boshqa ishlarga kuch yetsa bo'laveradi. Yoshi o'tgan bo'lsa Qur'on o'qisin, 3 bora, 5 bora, 10 bora tirik bor ekan, ya'ni iymon bo'lsa imkon bo'ladi. Yalqov odamning alomatlaridan biri hozirgi ishlarini emas, avvalgi ishlarini maqtanib yurar ekan. Hozirgisini maqtaning. Bugun bunday qildik, ertaga Xudo xolasa bunday qilamiz deng. O'tgan yil bunday qildim, undan bundangi yili, bulturgi yili degan bir so'zlarimiz bor bizning. O'shunda manday qildim. Hozir nima qilyapsiz? Hozir endi damalyapsiz deb qo'yadi. Undan keyingisi yalqov odam 3ta 4tasini chaqirib olib gapchi bo'ladigan. Ko'p gapirayotgan odam yalqov bo'ladigan. Maslahat qilaveradi, amalda yo'q. Planchi deb qo'yaylik.
mana yerga ham plan chizib ko'radi, bu yerga ham plan chizib ko'radi, bu yerga ham niyat qiladi, bu yerga ham niyat qiladi. 10 ta plan bittasini bajarmayligim desa, o'zi aslida mana bunday qilishimiz kerak. Undan keyin mana bunday qilishimiz kerak deb planni ko'paytirib, gapni ko'paytirib, amalni kamaytirayotgan odam yalqov odamlardan bo'lib hisoblanadi. Undan keyingisini aytmay qo'yaveraylik. Undan keyingisini inshaalloh aytib beramiz. Birodarlar, yalqovlikning masalasi og'ir va qiyin masala. Yalqovlik qilmaylik. So'zimizni oxirida ham yana eslatib aytamiz. Ba'zan uyqungiz kam bo'lib qolsa, ba'zi paytda ovqat kam bo'lib qolsa, vaqtda bo'lmay qolsa, hijolatchilikka o'rin yo'q. Talal Abu G'azala degan odam bor, hozir ham u kishi tirik. 24 arab davlatidagi eng boy odamlarning biri. Yalqov deydi. Yuraging bilan gaplashsang yalqovliging ketadi deydi. İnsonni yuragi yaralganda, onani qornida inson 18-19 kunda yurak urishni boshlaydi. O'zi yo'q hali. Yurak urishni boshlaydi. Oy emas, yarim oydan o'tganda, 3-hafta boshlanganda yurak uradi. Birinchi urganidan boshlab inson o'lgan kunigacha yuragi to'xtamaydi. Inson tug'ilgandan boshlab, endi tug'ilgandan aytaylik, tug'ilgandan boshlab o'lgan kunigacha o'pkasi to'xtamaydi hech qachon. Agar yurak to'xtab qolsa yoki o'pkasi to'xtab qoladigan bo'lsa, o'sha odam o'lib qoladi. U Talal Abu G'azala aytadiki, sen yuraging bilan gaplash deydi. Nimaga Alloh taolo ichingda hech qachon damalmaydigan a'zoni motor qilib tanladi? Demak, sen doim harakatda bo'lishing kerak. Yalqovlik insonni orqaga tortib ketib qoladi deydi. Yuragimiz hech qachon damalmaydi, birodarlar. Bir damalib olaylik desak, yurak damaladimi, damalmaydimi? Hech qachon damalmaydi. Uxlaganingizda ham, turganda ham, yurganda ham. Yurak to'xtamayaptimi? Boshqa narsalarda ham ozroq damaltirib harakatni ko'proq qilishimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo hamlarimizga tavfiq hidayat bersin. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khasirin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin.